Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida oliy ta'limga oid malakalarni tan olish to'g'risidagi global konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Mazkur hujjat Birlashgan Millatlar Tashkilotining oliy ta'lim sohasiga oid birinchi global shartnomasi bo'lib, u dunyo bo'ylab oliy ta'lim muassasalariga kirish va ular o'rtasida akademik mobillikni kengaytirishga xizmat qiladi. Qonunda ta'lim hujjatlari va malakalarni tan olishning universal tamoyillari belgilangan bo'lib, u adolat shaffof va kamsitilmaydigan asosda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ratifikatsiya natijasida xorijdan olingan diplom va malakalarni tan olish jarayoni yanada yengillashadi. Bu esa o'z navbatida talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarning xalqaro miqyosda erkin harakatlanishiga keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga ushbu konvensiya O'zbekistonga ta'lim sohasidagi yetakchi davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, ilmiy hamkorlik va akademik almashinuvlarni kengaytirish imkonini ham beradi. Siz ham shu kabi dolzarb va tezkor mavzulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lmoqchimisiz? Unda Yuzuz sayti aynan siz uchun.